Sun'iy intellekt butun dunyoni o'zgartirayotgan bir paytda ko'plab ism mutaxassislar haliyam content plan yoki ssenariy tuzishni yaxshi bilmaydi. Agar sizda ham shu muammo bo'ladigan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, ChatGPT bilan suhbatlashishdan oldin nimalar kerak? Avval siz va ChatGPT o'rtasida yaxshilab tanishish paydo bo'lishi kerak. Bunga nimalar kiradi? Siz haqingizdagi asosiy ma'lumotlar, sizni asosiy og'riqlaringiz va siz boshqarayotgan kompaniya haqida asosiy ma'lumotlar. Ularga nimalar kiradi? Kompaniyaning asosiy maqsadi, kompaniya haqida to'liq ma'lumotlar, uning brend strategiyasi, brend tone of voice va qolgan hamma ma'lumotlar kirishi kerak. Shu bilan birgalikda hamma ma'lumotlarni yozganingizdan keyin ChatGPT sizga qanaqa javob berishini siz unga yozishingiz kerak. Masalan, bu sen menga ma'lum bir kompaniyaga kontent yaratishda yordamchisan. Sen menga Instagram qoidalariga asoslangan ssenariylarni taqdim etasan. Xuddi shu shaklda ChatGPTdan agar foydalanadigan bo'lsangiz, sizga yaxshi, sifatli ssenariylar yozib berishi mumkin. Agarda sizga ChatGPTdan to'liq foydalanish instruksiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarga ChatGPT so'zini yozib qoldiring, biz sizga to'liq videoni yuboramiz.